Men kuzatuvchilarim, podpischiklarim uchun shifo ritual bo'lsin. Iyun oyi energiyasini ko'ramiz. Iyun oyida bizni nimalar kutmoqda? Ish, aka, pul, munosabatlar uchun. Energiyasini ko'ramiz. Iyun oyida bir kartani tozalab olay. Yomon energiyalar ketsin, yaxshilar bo'lsin. Kartalar yo'l ko'rsatinglar, kartalar yo'l ko'rsatinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Iyun oyida bizni nimalar kutmoqda? Xayrli, ochirim bo'lsin, fayzli bo'lsin. Hammani xonadonida tinchlik, omonlik, xursandchilik bo'lsin ilohim. Ko'z yoshlari yo'qolsin. Faqatgina ko'zlaringizda xursandchilik ko'z yoshlari bo'lsa mayli. Iyun oyida bizni nimalar kutmoqda deb ko'ramiz. Iyun oyida ish bo'yicha bizni nimalar kutmoqda? Ishimiz uchun ko'ramiz. Ish bo'yicha bizni nimalar kutmoqda ko'ramiz. O'zina tushkunlik, umidsizlik, iyun boshlarida uyqusiz tunlar, alg'ov-dalg'ov tushlar ko'rishingiz mumkin. Ozgina boshingiz og'riqlar iyun boshlarida bo'lishi mumkin. Ishdan siqilishlar bo'lishi mumkin. Qandaydir qo'rquvlar asosida juda ham siqilib qolishingiz, nimadandir qo'rquvlaringiz bor. Nimadandir qattiq qo'rquv, hansirash, siqilishlar, ko'z yoshlar bilan iyun boshida ishda turibsiz. Nohaqlik, adolatsizliklar bo'lgan ishingizda bular o'shanga yarasha jazosini oladi. Sekin-sekin ishga qadam qo'yishingiz mumkin. 3 kundan keyin 3-sizlardan mana shu 1-2 kun ichida mana shunaqa holatlar kuzatilib turibdi. Ular shunga yarasha jazosini oladi. 3-kunda sizda xursandchiliklar bor, bu yerda qutlovlar bor. Bir yosh bola bilan tortishib qolishingiz mumkin deb turibdi. Nimanidir o'z ustingizda ishlashingiz kerak, o'z ustingizda ishlashingiz, bilim olishingiz kerak, o'z mavqeingizni ko'tarilishingiz kerak deb turibdi bu yerda. O'zingizdan bu yerda hamma narsani bilib turibsiz, sezib turibsiz. Qaysi taraflama nima bo'lib turganini o'zingiz his qilib turibsiz. Yuragingizda Allohim o'zi belgi berib, sezdirib turibdi. Yo'lga chiqayotganlar bor ekan. Iyun oyida ishda yo'lga chiqayotganlar bor ekan. To'xtab qolgan ishlar yo'lga chiqishi, ozgina to'xtagan ishlar yo'li ochilib qolishi ehtimoli bor deb turibdi bu yerda. Bu yerda ishdan ketganlar, may oyining oxirida ishdan ketganlar, bu yerda iyun oyiga yangi ishga kirishlar ehtimoli yuqori bu yerda. Kimlardir ishingizda orqangizdan pichoq urgan, yer bilan bitta qilgan, ko'ra olmasliklar bo'lgan. Ishda bugungi iyun oyi o'rtalarida qo'lingizga pulni sekin-sekin kelishi bor. Kimgadir qarz bergan bo'lishingiz mumkin, uni olishingiz mumkin yoki kimgadir qarz berishingiz bor. Qo'lingizga normalligina pul keladi. O'zingiz xohlagan ish, o'zingiz xohlagan martabaga ega bo'lishingiz mumkin. Ishingiz, o'zingiz yaxshi ko'rgan ish, o'zingiz yaxshi ko'rgan yoningizdagi insonlar bo'lishi bor. Korolevskiy hayot tug'ishi sizda, xudo xohlasa iyunning oxirlariga. Bu yerda ziyoratga ishingiz bo'yicha bir niyat qilib ziyoratga chiqishingiz kerak ekan. Yuragingizni kimdir qattiq og'ritgan, o'sha og'riq bilan turibsiz. Iyun oyi oxirlariga borib barakalarga kirishlaringiz bor. Bir ish boshlamoqchisiz, sir saqlang. Oldindan faqat sizlarga sir saqlanib kelar edi. Sir saqlang deb ichingizda. Hech kimga hech narsa rejalaringizni, pullaringizni aytmang. Qilgan bir narsa sotib olmoqchimisiz, oldindan hech kimga aytmang. Bir ishga kirmoqchimisiz, bir ish boshlamoqchimisiz, hech kimga aytmang deb turibdi. Ozgina o'zingizni yolg'izlik bilan chalg'iting. Yolg'iz qolib faqatgina miyangizni ishlating, boshqalarga e'tibor bermang deb turibdi bu yerda. Ishda bo'lmasa ko'ramiz, ishda yana qanday yangiliklar, o'zgarishlar bo'ladi sizda ish taraflama. Mana bu ishdan, bu kartadan ham ko'ramiz. Ishda sizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ishda sizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Iyun oyida ish, pul, problemalaringizni ko'rib chiqamiz. Ishda sizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ishda nimadir sotib olmoqchisiz, ozgina pulingiz yetmayapti bu yerda. Mana shunda siqilib qolishingiz mumkin. Pulingiz nimagadir yetmayapti. Sizda ishdan yangiliklar, xabarlar kelishi bor. Ishdan ketgansiz, o'sha eski ishingizni ko'p o'ylab turibsiz, ko'p siqilib o'ylab turibsiz bu yerda eski ishingizni, chunki ishdan ketgansiz, xayolingiz kecha kunduz o'sha eski ishingizda.
hisob kitob bilan ish qiling iyun oyida. Pullaringizni har qayerga kerak emas insonlarga pulingizni ajratmang, sarf qilib yubormang deb turibdi. Juda ham ko'p mehnat talab qilib turibdi. Iyun oyiga erkaklar juda ko'p mehnat qilib turibsiz. Keyin iyun oyiga pul kelish meditatsiyalarini oling. Pul kelish meditatsiyalar qiling ko'proq, chunki iyun oyi pul kelish meditatsiya juda ham sizlarga kuchli ish berar ekan. Mana shu meditatsiyalarni har kun через день meditatsiyalarni olib boring ishda. Ketishlaringiz ehtimoli bor ekan. Bu yerda pulingizni hisob kitob qilib turibsiz, oxiri yetmayapti, nimagadir yetmayapti sizda. Hisob kitob nimagadir pulingiz yetmayapti. Kartangizda pul kelishi, omad barakalarni kelishi bor bu yerda. Nimadirlar sotib olish ehtimoli katta sizda. Nimadir bir katta narsalar sotib olishingiz bor. Ishingizda ikkita yo'l, qaysi birini tanlashni bilmayapsiz, qaysi bir to'g'ri, qaysi bir noto'g'ri. Bu yerda 3 ta siz uchun sizda 3 ta yo'l bu yerda. Iyun oyida sizda 3 xil yo'l bo'lib turibdi. Ana shu qaysi bilan qiyinchilik, qaysi bilan borsangiz to'g'ri, shuni bilmayapsiz. Bir ish boshlagansiz, judayam bir chala, to'sqinliklar, yo'l yo'riqlar yopiq, mana shunaqa holatlar bo'lgan. Ikkinchi yo'l ham shunaqa, to'g'ri yo'l, uchinchi yo'l. Shu birga qoqilgansiz, yiqilgansiz. Bu yerda birinchi ishni boshlagansiz, juda ko'p qoqilgansiz, yiqilgansiz, to'siqlar bo'lgan. U yerda juda ham bir qiyinchiliklar bo'lgan. Bu ikkinchi yo'l ham shunaqa, to'sqinliklar bo'lgan. Undan ozginagina yaxshiroq. Lekin bir yiqilib turib, bankrot bo'lib yoki minusga kirib yoki ishingiz o'xshamasdan, foydani ko'rmasdan zararini ko'rganlar bor bu yerda. Mana shu uchun ham juda ham siqilib qo'ygansiz. Lekin mana shunaqa narsalar orqasida yiqilib turgansiz, ko'p narsalar minusga kirgansiz, siqilgansiz, kechalar uxlamagansiz, ishingiz o'xshamagan, qarzga kirib ketgansiz. Mana shunaqa holatlar bo'lgan. Bunda siz o'tirib qolmasligingiz kerak, orqaga chekinmaslik kerak, yana oldinga. 1 oy, 6 oy bu bo'lmasligi mumkin, ish foyda ko'rmasligingiz mumkin, lekin keyin o'sha foydaga kirasiz bu yerda. Mana shunaqa holat bo'lib turibdi. Mana shu uchun bir ishni boshladingizmi, qiyinchilik обязательно bo'ladi, minusga kirishlar bo'ladi, lekin orqaga chekinmang, yana oldinga qarab ketavering. Bir qimmat narsa sotib olishingiz bor ekan iyun oyiga. Qimmat bir narsa sotib olasiz bu yerda. Pul to'dalab turibsiz, miyangizda o'y xayollaringiz o'ta ko'p, juda ko'p o'y xayollaringiz bor, lekin pulingiz yetmayapti. Miyangizda o'ta ko'p niyatlaringiz bor, bu yerda pulingiz kamroq. Mana shunda o'zingizga siqilib qo'ygansiz. Bu yerda pulingizni yaxshi joyda saqlashni bilib oling, yaxshi joyda o'rganib oling. To'xtab qolgan ishlar bor. Hozirgi paytda bir ishni boshlagansiz, u ishingiz to'xtab qolgan hozirgi vaqtda. Ishlashingiz kerak, ishingizda pul yo'llari kelishi uchun ishlashingiz kerak deb turibdi. Ko'proq salovat ayting, ko'proq salovatlarni ayting, ko'proq ziyoratga chiqing. Ishingizda to'sqinliklar ko'p ko'rdim. Endi iyun oyida munosabatlar haqida ko'ramiz. Munosabatlaringiz uchun ko'ramiz. Iyun oyida munosabatlaringiz uchun ko'ramiz. Iyun oyi munosabatlari uchun ko'ramiz. Iyun oyi munosabatlari uchun nimaga yopiq holatda turibsiz, siqilib qolgansiz, hech narsani ko'rmayapsiz, lekin sabrlisiz, kuchlisiz. Bu munosabatlar, masalan, hozirgi vaqtda siqilib qolgansiz, ko'zingiz ko'r, oldinni ko'rmayapsiz. Bu yerda sabrlisiz, kuchlisiz, hamma narsani yengib keta olasiz. Man degan erkakni ham o'zingizga bo'ysundirib bilasiz bu yerda. Bir ziyoratga chiqishingiz kerak ekan. Aqlingizdagi inson, uchinchi kishilar deb sizga nisbatan orqasini qilib turibdi. Tarozini pallasini bir xil olib bormayapti. Yoki onasi, opasi yoki kundoshingiz bo'lishi mumkin. Ko'proq unga mehr, ko'proq unga pul berib, ko'proq u bilan maslahatlashib yoki ko'proq unga
nima qilib turibdi-da, sizga esa e'tibori kamroq, siz qarab turibsiz. Aqldagi inson bu, masalan, kundoshingiz bo'lishi mumkin, yoki onasi, yoki opasi, yoki singlisi unga ko'proq pul berib, unga ko'proq mehr berib, faqatgina uni ko'proq deb turibdi. Siz esa bu yerda qarab turibsiz. Ozgina jahli ham chiqib turibdi. U ham hammasidan charchagan, o'ta ko'p charchagan, o'ta ko'p bo'yniga yuk olgan, hamma problema, hamma muammo uni bo'yniga. O'sha uchun ham hamma problemalardan charchagan, urush janjallardan ham, siqilishlardan ham, hammasidan charchagan bu inson. Aqldagi inson ozgina yolg'iz qolishni his qilib turibdi. Yolg'iz qolishim kerak, ozgina o'zimga kelib olishim kerak, dam olishim kerak, chunki urush janjallardan, siqilishlardan o'zim ham charchadim deyapti iyun oyiga. Iyun oyida undan yangiliklar, xabarlar kelishi bor. Uni настроенияsi yo'q, sizni ham настроениyangiz yo'q. Uyqusiz tunlar bo'lib turibdi. O'zi bilmayapti. Qanday yo'lga kirib ketgan o'zi ham bilmayapti. Ko'p kishi bu yo'lim xato, qayt orqaga deb turibdi, lekin u o'zini miyasiga, o'zini xayollariga, og'ishiga ketib turibdi. Gap so'z dedi g'iybat, tuhmat bo'lib turibdi, o'rtalaringizda xiyonat bo'lib turibdi. Bog'lamliklar, qulf zanjirlar o'rtalaringizda urush, janjal, tortishuvlar bo'lib turibdi. Kunda kun. Miyasi chalkash buni ham. Uy xayollari faqatgina uy xayollari boshqa joyda, miyasi chalkash bo'lib turibdi, stress holatda, pushaymonlikda. Sizni oldingizga kelaman deyapti, kela olmayapti. Munosabatni hammasini tugatdim deyapti iyun oyiga. Lekin yana qaytadan boshlanish ehtimoli bor. 6 kun, 6 hafta ichida yana u siz tomonga qadam tashlab kelishi bor. Mehringiz juda ham kuchli. Sizni yo'qotishdan qo'rqadi. O'rtada ishonchi qolgan. Munosabatlaringiz bir yaxshi, bir yomon bo'lib turibdi. Lekin sizdan olgan mehrni hech bir insondan ola olmaydi, hech bir ayoldan ola olmaydi. Mehrli, muhabbatlisiz. Mehringiz o'ta to'kin, sochin. Yosh bolaga mehr berganday o'shanchalik mehr berasiz, ovqatini qilasiz, kirini yuvasiz, o'zingizga qaraysiz, hamma narsada ideal ayol deb turibdi sizni. Mana shunaqa iyun oyida. Bu hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Ayrim joylari to'g'ri kelishi kutilmoqda. Bu yerda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Iyun oyi xayrli, barakatli bo'lsin, ilohim. Sog' bo'linglar.